Latviya davlatiga bitta emas, ikkita emas, naqd 5 ta vatandoshimizga tekinga приглашение do'stlar. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, pulli ko'pligidan hidiga chiday olmay qolishingiz mumkin. Agar sizga ham rivojlangan davlatlarda shunaqa komfort mizonda ishlashni xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Latviya mamlakatiga vizangiz tezroq chiqadi. Shunday reklamalarni siz ham ko'ryapsizmi? Yevropa davlatlariga ishga joylashtiramiz. Kafolatli ish, tez va oson hujjatlar. Ogoh bo'ling. Bu kabi reklamalar ortida qonunbuzarlik yashirinishi mumkin. Migratsiya agentligi norasmiy, noqonuniy migratsiyani tashkil etayotgan hamda bu haqda reklama tarqatayotgan shaxs va kompaniyalarga qarshi qat'iy kurash olib boradi. Jumladan, Euro Brand Consulting mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yuritilayotgan. Visa Consult Telegram kanalida Finlyandiya, Italiya, Norvegiya, Germaniya, Yaponiya, Latviya kabi davlatlarga ishga joylashtirish bo'yicha e'lonlar tarqatilayotgani aniqlandi. Nimaga unaqasizlar? Germaniyaga odam yuborayotgan yoki odam olib kelayotgan firmalar nimaga unaqasizlar? Topiladigan pulni yarmi soliqqa ketishi, soliqlardan qolgan puldan keyin qilinadigan rasxodlar haqida nimaga gapirmaysizlar? Kelayotgan odamlar hayotini yaxshilayman deb kredit oladi, qarz ko'taradi. U pulni qachon chiqaradi? Mazkur holat yuzasidan belgilangan tartibda tekshiruv o'tkazildi va kompaniyaning litsenziyasiz ravishda fuqarolarni xorijga ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullangani aniqlandi. Shu munosabat bilan 2025-yil 23-dekabrda Euro Brand Consulting mas'uliyati cheklangan jamiyatga nisbatan qonunbuzarlik uchun jarima solish to'g'risida qaror qabul qilindi. Mansabdor shaxslarning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 190-moddasi litsenziyasiz faoliyat va 168-moddasi firibgarlik alomatlari mavjud bo'lishi mumkinligi sababli Bosh prokuraturaga murojaat qilindi. Shuningdek, mazkur Telegram kanali orqali tarqatilayotgan reklamalar fuqarolar hayoti, jamoat xavfsizligi va davlat manfaatlariga zarar yetkazishi mumkinligi inobatga olinib, raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga tegishli choralar ko'rish yuzasidan murojaat yuborildi. Qo'mitaning 2026-yil 5-yanvar kunidagi javobiga ko'ra, ushbu reklama materiallari hozirda o'rganib chiqilmoqda. Eslatma: xorijda ishlash bilan bog'liq barcha jarayonlar qonuniy asosda davlat tashkiloti sifatida, migratsiya agentligi xususiy sektor sifatida faqat litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari orqali tashkillashtirilishi kerak. Norasmiy reklamalarga ishonmang. Vositachilar va oson ish va'dalaridan ehtiyot bo'ling. Xorijda ishga joylashtirish bo'yicha har qanday taklifga ishonishdan avval tashkilotning litsenziyaga egaligini post ostida qoldirilgan havola orqali yoki migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamlariga bog'lanish orqali tekshirib ko'ring, xabarni tarqating. Hech kim aldanmasin.